Mamadış, Kumara, Soba, Şihabeddin Mercani ismindeki gimnaziya seminarından koylar selam. Biz Tatarlar, biz Bugrarız. Hürmetli kollegalar, biz bugün Qozon shaharining ikinci Tatar Şihabeddin Mercani ismindagi Tatar gimnaziyasida biz o'zimiz Ko'kmara rayonidan keldik. Keluvimizga bek shodmiz. Shundan da biz shin Tatar muhitini yaratdik. Bunda direktordan boshlab bütün o'qituvchilar, tarbiyachilar, o'quvchilar shu Tatar muhitini tug'dirganlar, shu ko'p yillar Kamariya Zinnurovna yetakchiligida ishlagan kollektivning ishchanligini niqlab turib davom etadilar. Alga tabada ularga o'qishlar tilaymiz. Biz ulardan ko'p o'rnaklar olib, o'zimizda shu tajribani kullanırız deb o'ylaymiz. Hayırlı günler, hürmetli kollegalar. Biz Soba rayonundan keldik, türlü mekteplerden, Tatar mekteplerinden. Şundaq da bu Qozon o'rtasida shunday ikinci Tatar gimnaziyasi, shin Tatar gimnaziyasi ishlaydigan biz endi ishonib tabitmadik. Mana bugun yuribmiz gimnaziyada. Shundaq da durustdan da Tatar muhiti var joyda Tatarcha сөйләшәләр, o'quvchilar Tatarcha сөйләшәләр. Ne kadar üstlenme işler boshqariladi, teatrlar o'tkaziladi ekan. Hemen bu gimnaziyaga o'rnak bo'lib, olg'a tabadan motor etib ishlarga yazsin. Hayırlı günler, hürmetli kollegalar. Biz Mamadış rayonundan keldik. Türlü mekteplerden, Tatar mekteplerinden Qozon shaharida o'rnashgan Şihabeddin Mercani ismidagi gimnaziya turida biz endi eshitib biladik, lekin men shaxsan o'zimning halimda bo'lganim yo'q edi. Alar shunliqda da endi shin Tatar muhitinde, milliy muhitinde o'quvchilarni o'qitalar, darsdan tış ishlarni olib boralar. Ham endi bizning hali o'zimizga da bek ko'p narsalarni alardan o'rnak ettirib olirga kerak deb degan fikrga keldim men. Alarga endi olg'a taba o'ngishlar tilaysimiz kela, haligi ishlarliklari davomli bo'lsin, natijali bo'lsin. İyi tuğan til, iyi matur til, etken enkemnin tili. Dünyada ko'p narsa bildim, sen tuğan til orqali.